Assalomu alaykum. Bekjon akam. Siz yaxshimi? Zo'rmisiz? Qandaysiz? Zo'rmisiz? Keling qani. Yomg'ir yaxshi yog'yapti-ku, aka. Keling qani. Sizda cheka-cheka tumanlarga borish kerak ekan, aka. Bu yomg'ir cheka-cheka tumanlarga kerak. Keling. Qani keling qani aka. Bir bor. Marhamat, keling qani aka. Yana bir bor assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Charchamayapsizmi? Sizmisiz? Rahmat xudoga shukr. Samarqandda mana suv bosdi shaharlarni. Endi bu avvalo Xudo Shunday. Allohning bergan noz-ne'matlari, barakotlari. Iloyim shu cheka-cheka tumanlarimizda, hamma joylarda suv bo'lsin, suv bo'lsa, mulkchilik bo'ladi aka. Shunday Dehqonchilik bo'ladi, chorvachilik bo'ladi. Aka xush kelibsiz. Bizni xushvaqt bo'ling. ofisimizni sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Avvalambor barchaga assalomu alaykum. Hurmatli Bekjon.uz YouTube kanali, Instagram kanali hamda bizni tanigan barcha hamyurtlarimizga hammalaringiz yaxshimisizlar, sog'-omonmisizlar. Biz Bekjon aka shu paytgacha bir media olamida, mana bu Instagram, YouTube olamida uncha ko'rinish bermadik. Shu paytgacha hali Xudo xolasa nasib etsa birinchisi siz bilan. Shu paytgacha hech bir Instagram, YouTube orqali bir mijoz chaqirib yoki bir harakat qilib ko'rmabmiz. To'g'risi. Endi hozir hamma pul topish uchun harakat qilyapti-ku, shuning uchun. O'zimizning mijozlarimiz bor edi, xalq bilaydi. Bizda shu postoyanli o'zimizning klientlarimiz bor. Shu paytgacha hech bir Instagram reklama qilish yo bir kelmagan ekanda aka, bir vaqtimiz ham bo'lmagan bir taraflama shunga Xudo xolasa nasib bo'lsa aka Instagram, YouTube xizmatlaridan foydalanib, inshaalloh shu o'zimizda xalqqa beradigan bir ikkita takliflarimiz bor. Shuni siz orqali xalqqa aytsak. Shunday video orqali ko'rib boramiz. Ukamiz chaqirdi, iltimos qilib bir so'mga qilib bering degani uchun biz keldik. Bilmadim qanaqa taklif beradi, qanaqa biznes, hozir o'zidan so'rab olamiz. Aka, bizning faoliyatimiz 2021-yildan boshlangan. Karbazar avtokredit, ba'zi hamyurtlarimiz bilishadi, ba'zilari bilmaydi. Ko'plar bizni taniydi, Xudoga shukr. Shu kungacha bironta mijozimizni shu qarorgohimizdan bir norizo jo'natganimiz yo'q. Bizda hozirgi paytda 2000-yildan boshlab avtomashinalarni hammasini xohlagan tipdagi avtomashina 2000-yildan boshlangan garovga qo'yib, zalog evaziga pul chiqarsa bo'ladi. 1 yildan 5 yilgacha. Xohlasa o'zini turar uy joyini kadastr hujjatlari bilan birgina pasport evaziga ish haqqi, kafil, u narsa talab qilinmaydi. Birgina pasport, kadastr hujjatlari bo'lsa, uyini, yashab turgan uyini zalogga qo'yib, hech kim оформлётка bermaydi. Zalogga qo'ygan holatda zalogni o'sha ko'targan qismiga, masalan, garov qancha summa ko'targan bo'lsa, o'shani 60-70% gacha pulni chiqarib berish imkoniyatimiz bor. U summaviy bo'ladi, valyutni kredit bo'ladi. So'm kreditlarimiz ham mavjud, valyutni kreditimiz ham mavjud. 2000-yildan bo'lgan mashinalar, avtomashinalarda zalogga olishimiz ham xuddi shunday. So'm kreditimiz bor, valyutni kreditimiz bor. Keyin foiz stavkalari ba'zi hamyurtlarimizga qiziq bo'ladi. Birdan aytamiz aka. Biz 7%, 8% ba'zi joylarda chiqyapti, har xil summalarni aytib chiqyapti. Bankning rasmiy foiz stavkasi 25% dan boshlanadi. Eng kam 25% dan hisoblanadi. Bu degani 100 millioningizga 15, 16, 17 milliondan boshlanadi yo'qotish stavkasi. 100 millioningizga 15 milliondan yo'qotasiz, 16 milliondan yo'qotasiz, 17 million ana shunday oshib boraveradi. Misol uchun. Valyutni kreditimiz 12% dan boshlanadi, bu 7% ga aylanadi. Aylanma hisobi. Bu degani $10,000 $700, $800 pul yo'qotasiz. Arzon ekanda, masalan 1 yilga masalan 100 millionlik bir nima uyini bir garovga qo'yib 100 million pul chiqaryapti. Valyutni chiqarsak. Valyutni kredit bo'layotgan $10,000 pul chiqarayotgan bo'lsa, $10,000 ga 1 yillikka $700, $800 qo'shib bergandek bo'ladi. Undan tashqari aytib o'tamiz, xarajatlari bor. Sug'urta, garov, o'ziga yarasha mayda-chuyda xarajatlari bor. Sug'urtasi qancha bo'lyapti hozir? Endi aka hamma bankniki har xil.
To'g'risi aytamiz, o'shaning uchun biz telefon nomerlarimizni sizga beramiz. O'sha telefon nomerlariga bemalol telefon qilib bog'lanib kelsa bo'ladi yoki manzilimiz Marhabo ko'chasida. Yonimizda 14-maktab bor. Hozir videosyomkani oxirida bir qo'yib o'tamiz akajon. 14-maktab Evos kafesi bor. Evos kafesi bilan ikkalasining o'rtasida. Karbazar avtokredit. Hech qanaqa ipoteka xizmati unaqa emas. Karbazar avtokredit ofisi. Ofitsialni shu banklar bilan birga ishlaymiz. Banklar bilan shug'ullana olsak, mijozlarimizni og'irini yengil qilyapmiz aka. To'g'risi. Ko'p odam masalan naq mashina olmoqchi bo'lsa, naq puli yo'q. Uyi bo'ladimi, bir yaxshiroq mashina bo'ladimi, garovga pul chiqarsa bo'ladi. Qarang. Eng yili past mashina 2000-yildan boshlanadi. 2000. Xohlagan mashina, u inomarka bo'ladimi, zil bo'ladimi, nimaki mashina bo'lsin, sostenasi zo'r bo'lsa bo'ldi. Baholatamiz, garov shunday qilib garovga olib pul chiqarib beradi. Faqat O'zbekistonning mashinalari. Shundaymi? Chetda mashinalar bilan. Yo'q, farqi yo'q aka, farqi yo'q. Qarang, agar uyni masalan garovga qo'ymoqchi bo'lsa, masalan dom bo'ladimi yo farqi yo'q aka. Samarqand viloyati, Samarqand shahar, xohlagan tuman, xohlagan joy faqatgina o'sha uyni rasmlarini tashlab beradi bu yerdan kelishdan oldin. Biz bitta o'sha bank bilan bitta nima qilamiz, o'zimiz suhbatlashib, banklar bilan baribir, chunki garovga olinadigan uylar bor, garovga olinmaydigan uylar bor. Bozor hududi ichidagi magazinlar garovga olib bo'lmaydi. Bilsangiz agar, o'ziga yarasha bankda o'zini ichki tashqi boyagi qonunchiliklari bor-da. Keyin aka mana furalar bor. Katta furalar bor. Furalarda ham xohlasin valyutni kredit, xohlasin so'm kredit, xohlasin garovga qo'yib pul chiqarib, pulni qo'yib anonsi bor aka. Xudoga shukr, qilib berdigan qancha hamyurtlarimizga o'sha furalarini oldi, valyutni kredit qilib berdik aka, 12-13% dan qilib berdik. Zo'r ekan, arzon ekan, valyutni juda ham arzon ekan. Taklif qilamiz mijozlarimizga. Narxi ham arzon ekan. Bekjon aka, qarang-da, mana shu hozirgi paytda bironta ishingiz chiqib qoldi-da, yo to'y qilyapsizmi, yo uy qilyapsizmi, yo tadbirkorlik qilmoqchimisiz, yo xohlagan o'zingizga maqsadingizga erishishingiz uchun, misol uchun hammaga pul kerak, to'g'rimi? Ana shu pulni kim chiqarib beradi aka? Birovdan qarz so'rasangiz bermaydi. Lekin vaqtinchalik garovga qo'ysangiz, foizi arzon nimalar bor, banklar bor, yo'q emas. Hamma aytadi, foizi qimmat, bankdan nima. Aka, shu paytgacha biz avtokredit yoki kreditni, ne только masalan avtokredit, barcha kreditlarni hech qaysini biz reklama qilmadik. Reklama qilmaymiz ham. Sababi aka, nima deydi, biz olinglar deb borki xalqni aldab yoki boshqa narsa qilmaymiz aka. Kimga agar olmoqchi bo'lsa, manfaatli ishlatsa, misol uchun 100 million so'm pul olib, tadbirkorligi bo'ladigan bo'lsa aka, tadbirkorligini qilib o'sha kreditini yopib tashlab, buni qolgan anlariga o'zini tadbirkorligi orqali foydaga kirsa bo'ladi aka. Zo'r ekan, 100 million olib, 1 yilda masalan $1000 hissasini qo'shib yursam, mazzati masalan 100 million qancha pul aylanmas qilsa bo'ladi. Lekin aka, kreditni biz hech qachon targ'ib qilmaymiz aka. Kreditni xalqqa tavsiya ham qilmaymiz, tavsiya qilmaymiz, lekin majbur bo'lib qolishsa, qandaydir yo o'zini bir maqsadi bo'lsa, oldiga qo'ygan plani bo'lsa aka, o'sha olingan kredit summani manfaatli ishlatsa aka, nima deydi, hosilini ursa bo'ladi. Masalan, 100 millionga masalan mashina olmoqchi bo'lsangiz, 100 million bironta uyingizni garovga qo'yib, naqdga mashina olishingizga kelmaydi bank. Chunki agar avtokredit olsalaringiz, o'zimiz ishlaymiz avtokreditda, masalan, bank xizmati bor, sug'urtasi juda qimmat avtokredit, keyin diler xizmati bor. Undan keyin davlat yana bankda foiz bor, undan ko'ra naqd pulga mashina olishlaringizni tavsiya etib qolamiz. Mashinangizni garovga qo'yib, uyingizni farqi yo'q aka, u narsa imенно mashina olish uchun emas, Bekjon aka. Ertaga misol uchun insonning har xil kuni bor. Misol uchun endi hech kimga yomonlikdan ravo ko'rmaymiz. Yaxshi kunlar ham bor, masalan, to'y tashvishlari, u bu o'sha birovdan qarz so'raydi, boshqa so'raydimi, hech kim bermaydi misol uchun. Zarur holatlarda masalan, shunday mashinani olib kelib, masalan, Nexia 2si bormi, Gentrasi bormi, Lacetti'si bormi, kelib masalan 50 million, 40 million pul olib chiqib ketib, erta 1-2 oyda shuni yopib ketsa ham bo'ladi misol uchun aka. Shunday. Endi ko'pchilik masalan telefon ham olishi mumkin naqd pulga. Qarang, mashinangizni kelib garovga qo'yasiz, magazdan naqdga olasiz. Zato sizga arzon chiqadi. Shunday.
aka. Shunday. Ba'zi bir tashkilotlar bor, foizi juda baland aka. Baland. Shunday. O'shaning uchun e, biz xalqqa hech qachon kreditni hech qanaqangi nima qilmaymiz. Tavsiya qilmaymiz yoki bir kredit olinglar deb targ'ib ham qilmaymiz. Kimga o'sha holati, masalan, o'zining holatidan kelib chiqib yoki maqsadidan kelib chiqib, mana shu so'm kreditmi, valyutli kreditmi kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'sha quyidagi nomerlarga telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Yoki Samarqand shahri Marhabo ko'chasi Atlasga ketishda o'ng qo'lda Evers kafesiga yetmasdan o'ng qo'lda Karbazar avtokredit ofisiga bemalol tashrif buyurib, bafurja o'tirib, kesin aka kim olmoqchi bo'lsa, men erinmayman aka. 5-6 ta bank bilan ishlayman aka. 5-6 ta bank. Qaysi kimga qanaqa ma'qul kelsa, kimga mana shu grafiklarni qo'liga chiqarib beraman aka. Shunday ko'rsan, qaysi bir ma'qul bo'lsa, qancha summa qayerga nima ketkazyapti, shunday hammasini daskanalda o'rganib chiqsan aka. Qarang, keyin unga necha kun vaqt ketamiz? Bugun kelsa, aka, holatdan kelib chiqib, ba'zi klientlarimiz bor aka, bir kundan bir oygacha cho'zilyapti. Ba'zi holatlarda bir kundan 3 kungacha, ba'zilarida 4 soatda ham bo'lyapti aka. Dokument uyini olan hujjatlar joyida bo'lsa tez bo'ladi. Ha. Keyin yana bitta narsa aka, bizda avtokredit ham mavjud. Imенно o'sha ipoteka xizmatidan tashqari yana avtokredit bilan ham avvaldan beri shug'ullanamiz. Anchadan beri. Avtokreditda ham misol uchun o'zlaringiz bemalol bozorga chiqibmi, qo'shningizmi, kim bilan bo'lsa ham misol uchun telefonlashib yoki masalan mashinani baraka qilsa agar, mashinani baraka qilib o'sha mashinani olib kelsin, agar kerak bo'ladigan bo'lsa biz pul tikib ham nima qilamiz. 6 soatni paytida bemalol naqd pulini berib o'sha mashinani avtokreditdan qilib bera olamiz. Hech qanday muammo joyi yo'q bizga. Bo'lar ekan, zo'r ekan. Kim bir haqiqatdan mashina olmoqchi bo'lsa, mashina olib keladi, narxini aytasiz, narx pulini chiqarib beradi, через bankdan chiqarib berasiz. Bank orqali bo'ladi. Shu notarius saray yozyapti, farqi yo'q. Xohlasangiz naqdga, xohlasangiz avtokredit. Shunday. Nasib qilsa, hamma xalqimizga aytdik, qo'ldan kelgancha tanishga qilamiz. Xulosa, boshlagan ishlarimiz xayrli bo'lsin. Barchaga yaxshi kunlar tilaymiz. Barchaga hech kimni kreditga muhtoj etmasin avvalo Xudo. Shunday. Hammani yaxshi kunlarda ko'rishlik nasib qilsin aka. Bekjon aka, xush kelibsiz. Kattakon rahmat. Kattakon rahmat. Biz yana bitta manzil aytib o'tamiz, aziz obunachilar. Mana yurtdoshlar, qo'ldan kelgancha videolar tayyorladik. Mana telefon nomerlarini ekranga yozib o'tamiz. Mana shu nomerlarga telefon qilaverasiz. Tepada mana nomerlar yozib qo'yibmiz. Mana ko'chani bitta ko'rsating operator. Mana pagoda zo'r bo'layapti. Qarang, bu tarafdan mikrorayondan kelishingizda 14-maktabdan o'tganingizda mana telefon nomerlari yozib o'tibmiz. U tarafdan kelishingizda Atlas magazindan shuloq kelsangiz, mana o'zimiz ham kutib olamiz. Mana kelaverasiz mana. Dem Istanbul narxlari juda ham arzon, mana garantga pul chiqaradigan joylarni arzon topdik.